Kosonsoyda hali ko'pchilik ota-onalar prezident maktablari haqida eshitmagan. Bilganlar esa allaqachon farzandini tayyorlashni boshlagan. Sizchi? Agarda siz ham prezident maktablari haqida bilmasangiz, farzandingiz sifatli ta'limdan chetda qoladi. Prezident maktabi bu oddiy maktab emas, u yerda dastur ham boshqa, muhit ham. Agarda sizni farzandingiz prezident maktablarida o'qimasa, nimalar yo'qotishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, prezident maktablaridagi kuchli dastur, ilg'or metodika va eng asosiysi iqtidorli o'quvchilar bilan raqobatlasha olmaydi. Ikkinchisi, farzandingiz katta imkoniyatlarni qo'ldan boy beradi. Prezident maktab bitiruvchilari xalqaro olimpiadalar, grantlar va eng asosiysi nufuzli universitetlarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Oddiy maktab bitiruvchilarida esa bunday imkoniyatlar kamroq bo'ladi. Uchinchisi, sifatli ta'lim muhitidan chetda qoladi. Kuchli o'quvchilar va aqlli tengdoshlari farzandingizni o'sishiga yordam beradi. Oddiy muhit esa farzandingizni rivojlanishga undamaydi. Bugun qiladigan tanlovingiz farzandingizni kelajagini o'zgartirishi mumkin. Farzandingiz prezident maktab imtihoniga tayyorlanishini xohlaysizmi? Izohlarda kelajak deb yozing, biz sizga yordam beramiz.